Assalomu alaykum Andijon davlat pedagogika instituti va kanalimiz a'zolari. Bizni qiziqarli viktorina o'yinlarimiz davom etyapti. Yangicha uslubda tayyorladik. Bunda birinchisi siz qaysi birini tanlaysiz? Ikkinchisi savolimizda variantlari bilan beramiz. Uchinchisi erkin mavzudagi o'zini fikrini bilib olamiz. Buni o'qituvchi va talabalarda qo'llasak bo'ladi. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring. Men Baxtiyorjonov Muhammadjon, Andijon davlat pedagogika instituti fizika va astronomiya magistratura birinchi bosqich talabasiman. Bizni ishtagina viktorina o'yinimiz bor, boshladik. Hop, mayli. Laboratoriya markazi tomonidan tayyorlaganmiz. Boshladik. Qaysi birini tanlaysiz? O'zbek adabiyoti yoki chet el adabiyoti? O'zbek adabiyoti. Agar kitobning 20% qismi 60 sahifa bo'lsa, kitob jami necha sahifadan iborat? A variantimiz 200, B variantimiz 250, C variantimiz 300, D variantimiz 350. Savolingizni qaytarib olasiz? Agar kitobning 20% qismi 60 sahifa bo'lsa, kitobning jami necha sahifadan iborat? 300 sahifadan iborat. To'g'ri. Oxirgisi erkin mavzuda. Agar hayotingizni kitob qilib yozilsa, siz uni nomini nima deb atagan bo'lardingiz? Hayotimni kitob qilib yozganda Misol lavhasini nima deb atagan bo'larsiz? fizik daholar. Fizik daholar. Juda ham zo'r. Rahmat qatnashganingiz uchun. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Andijon davlat pedagogika institutida filologiya fakulteti o'zga tili guruhlari rus tili yo'nalishi 3-bosqich talabasi Shoali Mamadina. Axborot markazidan kichik viktorina o'yin o'tkazyapmiz. 3 dona savolimiz bor. Boshladingmi? Siz qaysi birini tanlaysiz? Ingliz tili yoki rus tili? Rus tili. Rus tili o'zingiz o'qiganingiz uchun. Ikkinchi savolimiz fan sohasida gender tenglikni nima aytadi? A variantimiz erkak ustunligi, B variantimiz ayollar ustunligi, C variantimiz teng imkoniyat va adabiyotni, D variantimiz raqobatsizlikni. Teng imkoniyat va adabiyot. To'g'ri topdingiz. Uchinchi savolimiz erkin. Agar hayotingiz kitob bo'lganda sarlavhasini nima deb nomlagan bo'lardingiz? Ko'palaganman, menimcha kim edim va kim bo'lyapman. Yoki rus tilida kim я была и кем я стала в будущем. Rahmat javoblar uchun. Rahmat.